Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli vatandoshlar. Onlayn biznes haqida ko'plab gapirib o'tyapmiz. Mana shu kunga kelib barcha rivojlangan davlatlardan ishtirokchilarimiz bor. Bifree kompaniyamizga 600 mingdan ko'p ishtirokchilarimiz ishlab o'ziga daromad qilib kelmoqda. Javob 200% javob, 100 ham emas. Nima deydim, bankrot puliga kuyish darajasi 0%. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitadi deydi. Shunchaki o'tirib ham umringizni o'tkazishingiz mumkin. Harakat qilsangiz, mana shu umringiz davomida topmagan daromadingizni arzimagan vaqt ichida mana shu onlayn kompaniyamizdan topishingiz mumkin. Chorniy kassaga o'xshagan ish, hech qanday qiyin joyi yo'q. 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan barcha ayol erkak fuqarolar qo'shilib daromad qilish huquqiga ega. Siz dunyoni qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar, sensor telefon, internet bo'lsa bas, foydalanishni bilsangiz, ma'lumotingizda ham bizga qizig'i yo'q. Bemalol daromad qilishingiz mumkin. Biz sizdan qarzga pul so'ramayapmiz, ehsonga yo sadaqa so'ramayapmiz. Shunchaki o'zingiz uchun o'zingiz daromad qilasiz. Mana Belarusiyalik hamkorimiz Kseniya Bykova bir kunda ahamiyat beramiz. $450 ishladi. O'zbek so'mida 7 million 50 ming so'm degani. Xohlovchilar bo'lsa marhamat, hech qanday qiyin joyi yo'q. Yana ham aytayapman, majburiy emas, ixtiyoriy. O'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitadi degan Akmal Jumayev YouTube, Instagram, Akmal Nur TikTok kanallariga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib qo'yamiz. TikTokka 2000 obunachi qoldi. Pulga chiqishimga ba'zi bir qiynalgan oilalarga ham niyat qilganmiz, ehson-pehson qilib turamiz. Shuning uchun takishda qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar. Telefon raqamini aytib o'taman: +99 899 775 1181. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram, telefon doimiy ishlab turadi. Kimga qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sog'